Tortingchi. Aytda yasilgan narsalar bor ekan. Bu xaltalar maxsus tikilgan Ha, mas shekilli. tikilgan shunday joylarga mana. Ochuvchi ichini. Farg'onada noqonuniy dori vositalarini yurtimizga olib kirmoqchi bo'lganlar to'xtatib qolindi. Gap shundaki, Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi Andarxon chegara posti xodimlari tomonidan post orqali qo'shni davlatdan kirib kelgan Spark rusumli avtotransport vositasi chegara xizmati xodimlari bilan hamkorlikda belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Avtotransport vositasining qismlariga tovar moddiy boyliklari yashirilgani aniqlanib, chuqurlashtirilgan tartibda ko'rikdan o'tkazildi. Natijada mazkur mashinaning eshiklari ichida transport vositasining kuzov va yon tomonlaridagi xufiya joylarga maxsus tikilgan o'ramlarga berkitilgan dori vositalari va ularga tegishli qadoqlar mavjudligi aniqlangan. Dori vositalari ko'zdan kechirilganda umumiy qiymati 32 million so'mlik 14 turdagi 8570 dona sifati kafolatlanmagan dori vositalari ekanligi ma'lum bo'lgan. Boshqarmaning Farg'ona bojxona chegara posti orqali qo'shni davlatdan kirib kelgan Nexia rusumli avtotransport vositasi ham ko'zdan kechirilganda ushbu avtotransport vositasiga o'rnatilgan metan gaz baloni ichiga tovar moddiy boyliklari yashirilgani aniqlangan. Chuqurlashtirilgan tekshiruvda gaz baloni ichida umumiy qiymati 11 million so'mlik 28 kilogramm avtotransport vositalari uchun foydalaniladigan katalizator tovari borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Farg'ona 24 ni kuzatib boring, izohlarda faol bo'ling, xabarni yaqinlarga ulashishni unutmang.